ishdan bo'shadingmi? Yo'q. Nimaga? Axir dadangga va'da bergan. Nima? Uni darrov ko'r. Shuni. Qishloqdan surishtirsa, biz haqimizda biron bir gap eshitib qoladigan bo'lsa, shiringa jalb bo'ladi, o'rtoq. Sen yana shu ahvolda uni o'rgansanmi? Ha? Shuni nima? Serial homiysi Albeni. Korsinkada 250 grammlik chashma grechkadan asal xaridida ikkinchisi sovg'aga. Korsinkada 600 grammlik to'xtani yozmadan yozga yarim dudlangan kolbasasi xaridida ikkinchisi sovg'aga. Mening buyurtmam ilovasida usta yog' tashuvchi kabi qilib bir xil mutaxassislar ilovani yuklab oling. Shuni aha. Buning mana bunaqa kengli mahallada aylansa. Tekshirdim, butun mahallani chollar yetib keladi bu yerga. Hali soat to'qib bo'lganda. Agar tezroq bo'lsang, yugurasan. Voy anaqa xolam. Ana kelibdilar. Sen va'da bergansan. Axir, yigit kishisan-ku, ha? Bu haqiqiymi? Ondan voz kechish uchun imkoniyat tug'ilib qoldi. Kim g'iybat qilyapti? Ha, sizlar. Sen bilan bir dardlashmoqmiz ekan. Ikkita o'g'lim bor. Yuzga oshirib ketibsan-ku. Ne ishini qulflayapsan? Oya. Tekshirmi? Nimaga kayfiyatim bo'lsin? Qanaqa qilib kayfiyatim bo'lsin? Hamma joy muammoga to'la. Gapingizga kirib ishdan bo'shadim. Ana ortiqcha muammo bo'lib turibdi. Yangi ishim hali oylik bermaydi. Bir oy sinov muddatidaman. Ah? Qarzlarni qanaqa qilib to'laysiz? Hali ijara haqqi, hali bolalar bog'chasi. Ro'zg'or. Oshimizdan olamizmi? O'zingizdan qahramon yasab olayotdingiz. Boqaman, ishlama deb. Gapiring. Tilingizni yutib oldingizmi? Bir oy oylamaganimga ahvolga qarang. Mana shunaqa bo'ladi. Gapirmay qolasiz. Tilingizni yutib olasiz. Bolalar faqat meniki emas. Otalik qilib vazifa. Hadi otur. Maylimi? Evet, koy. Mayli, beraver. Sevgan qizim bor. Degandingiz. Kim u? Nega o'ylamayapsiz? Dadam qarshilik qilyaptilar. Nega? U beva. Ajoyib insonsiz. Cho'p qoldi. Yaxshi dam oling. Rahmat. Ertaga Har narsani quvvatlang. Ne yapıyorsun bu? Oldu.